Demak, sayt bilan tanishib oldik. Endi to'plam haqida gaplashadigan. Demak, ochiq to'plamlar, demak, bazamizda mavjud bo'lgan barcha ochiq to'plamlarni bu yerda ko'rsatib turadi. Bu yerda eng yaxshi to'plamlar, demak, reyting bo'yicha yoki fikr mulohazalar bo'yicha demak bu yerda turishi mumkin. Demak, siz bularni tartiblashingiz mumkin bo'ladi. Sana yo reyting bo'yicha eskilari yoki yangilari shu tartibda. Qiyinlik darajasi bo'yicha qidirishingiz mumkin bo'ladi yoki ayni qaysidir ustozniki kerak bo'ladigan bo'lsa, muallif bo'yicha ham qidirish mumkin bo'ladi. Endi men to'plamlarga o'tadigan bo'lsak, demak, bu yerda demo to'plam turibdi. Bizga to'plam yaratganimiz yo'q. Demak, qolganlari ko'rinmay turadi. Demak, yaratish tugmasi orqali to'plam yaratib olamiz. Deylik, to'p sonlar. Kategoriyani tanlaydigan bo'lsak, matematika, bu yerda majburiy va milliy sertifikat turadi. Demak, majburiyning ham o'zining mavzulari bor. Demak, biz majburiyga emas, milliy sertifikatlarga tushadigan tub sonlar haqida gaplashadigan. Demak, bu yerda matematika qismidan, demak, bo'linish belgilari va tub murakkab sonlar. Umumiy holatda shundoq matematikani o'zini belgilab yuborsa ham bo'ladi. Qiyinlik darajasi oson, o'rtacha, qiyin. Demak, bizda deylik oson bo'lsin. Muhim joyi bu yerda ko'rinish. Yopiq, kollektiv va ochiq. Yopiq bo'lsa bu faqat sizga ko'rinadi bu to'plam. Kollektiv bo'lsa qaysidir jamoa ko'rinadi. Ochiq bo'lsa demak bu moderatsiyadan o'tgandan keyingina hammaga ko'rinishi mumkin bo'ladi. Demak, to'plamni yaratib oldik. To'plam muvaffaqiyatli yaratildi. Demak, bu ko'rish mumkin savol yo'q. Demak, ularni biz qo'shib olish mumkin bo'ladi. Demak, yaratish bosamiz. Xo'p, eng kichik tub son qaysi? Demak, savolni boshlab olamiz. Eng kichik tub son qaysi? Xo'p, demak, bu yerga javoblarni kiritish mumkin. Bu yerga muhim joyi matematik belgi kerak bo'ladigan bo'lsa, matematik belgilardan ham bemalol foydalanish mumkin bo'ladi. Barcha qulayliklar yaratilgan. Siz qo'shimchasiga bu yerda rasm ham kirishingiz mumkin. Demak, savolni rasm qo'sh tugmasi orqali bemalol qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizga hozir bu hojat yo'q bo'lganligi sababli shunchaki javoblarni kirishni boshlaymiz. Deylik, 1 2 3 va 4. Demak, siz bu yerda 5 tagacha javob kiritishingiz mumkin bo'ladi. Demak, 4 ta optimal variantda. Demak, bu yerda savolni saqlaydigan saqlamaydi, chunki biz to'g'ri javobni belgilamadik. Demak, biz bilamiz eng kichik tub son 2 bo'ladi. Demak, 2 ni belgilaymiz, savolni saqladik. Demak, tub sonlar to'plamlarimiz ichida birinchi savol eng kichik tub son qaysi? Demak, 2 to'g'ri javob bo'lyapti. Buni ham qayta tekshirib chiqish mumkin bo'ladi yoki qaysidir joyda imloviy xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsak, tahrirlash tugmasi orqali bemalol o'zgartirish mumkin bo'ladi. Yoki bu umuman sizga kerak bo'lmay qolsa, shunchaki o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yechimni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol foydalanasiz. Shu tartibda keyingilarni ham qo'shib ketaversangiz bo'ladi.